Özgü tınıqlar. Abdori Asılxan Hasanov. Birinci qism Baytoqayga yetkilib chiqish. 3-bölüm. 1-2 kundan keyin bu rasmiyatlarimni ko'tarib, Yenitam degan qadimiy mahalliga joylashgan Gongshi ishxonasiga keldim. Ular yana Dadiga qarta xat yozib berdi. Hökumət tərəfdən berilgan 245 so'm o'rinlashtirish pulidan Gongshi rasmiyat puli uchun azroq tutib qilib, 100 so'mdak pulni xirajdim uchun berdi. Qolganini har oyda 15 so'mdan berdigan bo'ldi. Gongshi bilan Tayir yuzining orliqi 12 kilometrdek keladi. Bu yerdagi qayta tarbiyaga tushgan do'stlar bilan bu pul bahonasida ko'rishib turdigan bo'ldik. Shunda qilib Dadiga kelib rasmiyatlarimni topshirdim. O chaqlarda Tudaxun aka partiya shujisi, Tursun Ahmad aka muavin shuji, Railahada Dadijan va muavin shuji ekan. Bu 1970-yili 12-ay bo'lib, butkul mamlakat miqyosida sinfiy kurash qattiq tutilib, dopigay, ya'ni kurash qilish, tanqid qilish, o'zgartish harakati rosa avjiga chiqqan ishlab chiqarish palach holatda. Qishincha har kuni degidak siyosiy o'g'inish umumlashgan mezgil edi. Yuqordan tövengacha bo'layotgan adolatsizlik, vahshiylik, hukumat ichidagi huquq talashish, qalaymaqonchilik tufaylidan xalqning noroziligi va g'azabidan cho'chib turayotgan doiralar xalqni texmi qattiq rejimga elib, unini chiqarmaslik uchun Şinjan ishlab chiqarish diviziyasidan, ya'ni Bingtuan atalgan rahim shafqatsiz jallod Xitoylarni xizmat guruhi qilib avatgan. Bu Xitoylar asli 1949-yili Wangjin Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirganda 100 ming muntazam armiya, 100 ming g'ayri rasmiy armiya Gomindan qaldiq qo'shini bo'lib, bular ishlab chiqarish bilan shug'ullanib, Şinjanga yordam beradi degan nom bilan Sharq Turkistonning aholisi va yerlik xalqining psixikasiga asosan 10 necha diviziya qilinib, uning har bir polklarini Uyg'ur mahallalari, yezilari atrofiga o'rinlashtirib etgan. Bular Şinjan hukumatiga emas, bevosita markazga qarashliq Şinjandagi 2-chi hukmron sinf edi. Bularning vazifalari: birinchi, turli bahonalar bilan yerli xalqning yerlarini, suv manbalarini egallab olib, oqqon Xitoylarga zamin hozirlash. Ikkinchi, yerli xalqni nazorat qilish. Uchinchi, favqulodda voqea yuz bersa, darhol qurol ishiltish. To'rtinchi, bundaq chaqda Şinjan harbiy rayoni Şinjan partikomi bilan vositaliq yoki bevosita hamkorlashish edi. Dopigay harakatiga rahbarlik qilish guruhi Gongshi, Dadoy, Shodoy qatorliq mahalliy qishloqlarning hammasiga joylashgan. Butun Dadoyga qarashliq 8 mahalla dehqonlarining ichidagi Pomishk dehqon, yerlik millatchi, buzuq unsur, aksil inqilobchi, Shujing Juyichi, Sovetga qochmoqchi bo'lgan qo'sh yurak, qimarvoz, o'g'ri deb atalgan becharalardan 40-50 odamni Dadoyga yig'ib olib, bular jin shaytonlar deb atab, qishning qattiq sovuq kunlarida isklat uylarga kichik bir mashna qo'yib berib, har kuni sahardan kechgacha ig'ir emgaklarga selayotgan. Bu becharalarning ko'pinchisining kiyimlari bak yalong bo'lg'achqa, qahrton qishning sovuqlariga bardoshlik berolmayotgan. Kechda yana ko'pchilik a'zolarning kundalik siyosiy o'g'nishiga qo'shib, bularni o'ri turg'izib, yerim kechigacha pipan qilayotgan ekan. 30-40 dak minbingni Dadoyga yig'ib olgan bo'lib, bir necha paylarni o'z ichiga olgan minbingliyan bo'lib, bular hammasi qurolliq xizmat guruhisidagi Xitoylarning rahbarligida harakat qiladi ekan.
Mən dadigi rəsmiyyətlərimni tapşırışqa barğınımda bu əhvallarni körüb, özümni xuddi uruş boluvatqan holatni ko'rgandek yoki dunyoning eng qorong'u tarixlari bo'lgan qulluq davriga qaytib ketgandek his qildim. Bu yezilar shahardimi battarkan deb ichinishliq tartdim. Endi bu yezida qandaq yasharman? Shaharga qaytib ketishning hech bir iloji yo'q. Mana bu ahvolda Dadi rahbarlari va xizmat guruhi boshlig'i Wang Duyjanglar meni Xitoycha bilganligim uchun So'qmishodiga tarjimon bo'lib, u yerdagi xizmat guruhisidagi Xitoylarga yordamlashib, Dopigay harakatini yaxshi elib berib, yaxshi chiniqishim lozimligini aytdi. Men Abdulxalil akaning uyida turib, Tayir yuzi shodida tursam deb e'tiroz bildirdim. Ammo ular bu partiyaning qarori va ehtiyoji. Sen bir yosh ziyoli bo'lish sifating bilan partiyaning chaqiriqiga ovoz qo'shmasang bo'lmaydi. Va kazala deb meni So'qmishodiga berishga majburladi. Tudaxon va Raila Shuji hamda Wang Dadijanglar menga qarab, Dadi katibi Yusanjanning og'rib qilib ishxonaga kelolmaganligini, bir necha kungacha kelsa, men bordigan Shodiga tunishtirish yezib berdiganligini. Shunga hozircha qaytib, xabar kutib turishimni aytdi. Men ilojsiz 4 qizi va ayol 6 jon aran sig'iyotgan Xilil akamning uyga qisilib, rasmiyatlarimning putishini saqlamoqchi bo'ldim. Xilil akamning ayoli Bibi Rayimxonada usta tikkuchi bo'lib, bu mahalladagilarning tikkuchilik ishini qiladi. Mijazi ochiq va muloyim, qo'li aplik bo'lg'achqa, bu oila mahalladagilarning himoyasi va cho'nqur hurmatiga erishgan ekan. Bu taqvodor ayol Alloh yo'lida qo'lim qo'shnilarga nurg'un jihatlarda yordam qilib, qilgan ishi uchun pul bersa rahmat deb elib, puli yo'q berolmasimi, men rozi deb yo'lga silib tursimi, bularning halkini bu yezi bo'yicha oldingi qatorda turadi. Men kunda degidek birer kilometrcha yo'l yurib, Dadi ishxonasiga katib Yusanjandan tunishtirish elish uchun boraman. Lekin katib texichi ishqa kelmagachga ilojsiz qaytib kelaman. Bundaq ahvol ko'p qitim takrorlanib, ishchim siqilib yurgan kunlarda qayta tarbiya elishga tushgan do'stlarimdan muhurki chekishni o'rganib oldim. Dadi bo'yicha birli ta'minlash kooperativining do'koni bor bo'lib, uningda muhurki bor edi, biroq muhurki qog'ozi yo'q edi. Uyan muhurki qog'ozi izlab, timis qilib yurib, ko'zim dariza takchisidagi mavzuning tanlanma asarlariga tushib qoldi-da, ko'p o'ylanmayli kitobning orasidan u yer bu yerdan bir necha batni yirtib olib, muhurki yo'gashga loyiq qilib qatlab, yonchiqimga selib qo'yib, bir chekimlikni yirtib, muhurki o'rab chekdim. Gerçi gazet yoki maxsus muhurki qog'ozidek bo'lmasimi, har holda xumarim chiqqandek bo'ldi. İçimde. Bu çoşqının kitabını o'qig'icha tamaki qilib cheksa, asardan muhurkining zini azroq bo'ludi deb o'ylab, xiyolimda mavzudingni yerga urgandek mag'rur qadam bilan Dadiga yurib ketdim. Bugun kun alayda soğuq edi. Etizlarda 60-70 santimetr qilinliqda qor bor edi. Men Tayir yüzünün şimalidan janubga so'zilgan mahallaning G'ulja Yamato tash yo'lini bo'ylab 3 kilometrcha mahallaning o'tirg'i silingan Dadi ishxonasiga keldim. Dadi ishxonasining o'tirsiga qo'yilgan cho'ng bo'sh kutungda yasalgan meshki bo'lishchi ko'mir qilib, atrofida minbingliyanning 10 necha minbingi o't sunishib o'ltirishgan ekan. Men bulardan hem yergengen hem qorungan alda
azroq isinib olish uchun mashga yaqin yerga joylashib, azroq isinib olgandan keyin heliqi qog'ozni chiqarib, muhrga yo'gashga boshladim. Bu qurolliq banditlardek ko'rinadiganlarning orasida jiddiylashib, mangdab qolganligimdan muhrki qog'ozining mavzudan tanlanma asarlardan yirtivilinganligi esimdan ko'tarilib ketibdi. Bu chaqda bu mindinglarning ichidagi payjangda ko'ringan bir qozoq yigitning o'tkir ko'zlari qo'limdagi muhrki qog'oziga tushdi-da, bir narsani pamlagandek mendan muhrki so'rdi. G'aflatda qolgan men hech o'ylanmayli qog'ozdan bir muhrkilik yirtib berdim va yonchiqimdan muhrkini chimdab tayyorlab turdim. Ammo u qo'liga qog'ozni elibla sinchilab qarab, mavzudan tanlanma asarlari degan xatni o'qidi-da, chiroy o'ngib ketdi. U qog'ozni shiltib, g'azab bilan bu qog'ozni nerdan olganligimni so'radi va atrofidagilarga qarab, "Mana ko'rdinglarmi? Ulug' doimiz mavjushining asarlaridan muhrki chekkini bu sinfiy kurashning yangi yuzlanishi. Sen texi ziyolima? Sen qip-qizil aksil inqilobchi ekansan" deb meni do'prisga tortqili turdi. Davomi bor.